Kimdir Alloh nasib qilibdi, onasini hajga yoki umraga yuboribdi. Eshigidan 1 kilometr uzoqlikdan oyog'i ostilariga gilomlarini to'shab payondoz qilib, hamma joyga onajonim, jannatim, sizga jonim fido bo'lsin deb hammaga xo'ja ko'rsin qilib, riyo qilib onasini kutib olayotgan bir paytda kimdir bemor onasiga dori topaman deb mardikorlik qilib yig'layotganini ko'z oldimizga keltira olmayapmiz. Jonim sizga fido bo'lsin onajonim, sizni meni jannatimsiz deb onasini umradan kelishligini hammaga riyo qilayotgan bir paytda shifoxonada onasini mahkam bag'riga bosib yig'layotgan bir faqir yigitni ko'z oldimizga keltiraylik. Undan ko'ra umradan kelayotgan inson o'ziga o'zi qasd qilishligi kerak emasmidi? Borganimdan keyin men Allohning baytini ko'rganimni shukronasiga payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak qabrlarida u zotga salom va salovatlar aytishligimga Alloh musharraf qilganligi evaziga mahallamdagi bir nechta kambag'al va yetim yesirlarini boshini silayman degan niyatda qaytishligi kerak emasmi? Ming afsuslar bo'lsinki, bu riyokorlik, bu qilinayotgan dabdaba va asalarning hammasi dinimizda taqiqlangan, dinimiz qaytargan amallardir.